Mana bugun biza HTML o'rganamiz. Mana HTML nima o'zi? Hop, HTML hypertext markup language degan. Hop, uni biza veb-saytlarda ishlatamiz. O'zi bu dasturlash tili hisoblanmaydi. Bular просто dasturlash tilini nima desam bo'ladi? Dasturlash tili emas-da o'zi bu. Dasturlash tiliga mana masalan JavaScript kiradi. Dasturlash tillaridan juda ko'p. Birinchi bo'lib chiqqan dasturlash tili bu JavaScript. Birinchi bo'lib chiqqani shu. HTML bu oddiy. Mana masalan men oldingi videoda tushuntirganman. Masalan, mashina emashi. Hop, mashinaga bezak beramiz, bo'yaymiz, kraska shunaqa qilamiz-da, keyin uni yurg'izamiz, harakatlantiramiz. HTML nima qiladi? HTML matnni chiqaradi, o'sha rasmni qo'yadi, tugmalar yaratadi, havola qo'shadi. Masalan, hop biza mana yangi fayl ochamiz. HTML mana fayl ochish uchun o'ng tomonni bosasizlar mishkani yangi degan joyi bor, jild. Mana shuni bosasizlar, keyin fayl nomini berasizlar. HTML birinchi dars masalan. Hop. Mana VS Code'ga joylaymiz. Mana VS Code o'rnatish sahifamga qo'yganman. Ko'rib o'rnatib olsanglar bo'ladi. Hop. Shunaqa chiqadi. Birinchi bo'lib yuklaganinglarda mana bu fayllar turadigan joyi bu yoqda o'tirish kerak. Uni ahamiyati yo'q. Hop, mana bu burchak fayl degan rasm bor. O'shani ustiga bitta bosasizlar, keyin shunaqa ochiladi. Nom berasizlar. Index HTML. Mana shuni oxirgi HTML qo'ymasanglar, u oddiy fayl bo'lib qoladi. Mana index qilamiz, oddiy fayl. Cheli bu narsa yozsanglar bo'ladi. Shuning uchun buni tochka. Hop, qaysidan foydalanmoqchisiz? JavaScriptmi, CSSmi? Hop, mana CSS shunaqa bo'ladi. HTMLdan foydalanamiz biz hozir. Hop, index mana ikkita fayl nomi bir xil bo'lishi kerak emas. Mana index 1 bo'lsa to'g'ri keladi mana. Mana agar index o'zini qiladigan bo'lsa xato beradi. Bu papka yaratilgan o'zi allaqachon deyapti. Fayl deganim. Shuning uchun bir qo'yib qo'yamiz mana. Hop. Mana biz birinchi bo'lib yozadigan bo'lsa, HTML ni o'zini instruksiyasi bor. Instruksiya nima degani? Bu HTML dan foydalanish uchun mana. Mana ko'rasizlar, mana doctype HTML. Mana HTML. Mana buni yopib qo'yasizlar, o'zi pastni ham tushirib beradi. Enter bosasizlar. Head bor, head. Head ichida title bo'ladi. Title'ga HTML o'rganish qo'yaman. Keyin headga tushirib body qilaman, body. Hop, o'zi body. Mana qaranglar. Bodyda mana shuni yozamiz. Hozir birinchi bo'lib tushuntiradigan narsam sizlarga hop ota bo'ladi. Ota bu doctype HTML. Head u o'rtancha farzand. Ama body kenja farzand, o'rtanchi, mana eng katta farzand Head. Ichidagi bular hammasi farzandlari. To'xtang, mana Head ota, mana body o'g'il. Mana o'g'illari mana. Hech bir shu hop biz o'rganishimiz kerak hozir mana hech bir qilamiz. Yopuvchi tag va ochuvchi tag degan narsa bor. Keyin content bor. Mana ochuvchi tag, mana shu ochuvchi tag, mana yopuvchi tag. Mamutga nimadir yozsa, bu content bo'ladi. Hop, biz hozir qilamiz. Salom. HTML qilaylik. Mana hozir endi natijani ko'radigan bo'lsak,
Hop, kelinglar sizlarga bitta narsani o'rgataman. Natijani ko'rish uchun ilova bor, Vescode'da mana fayllar turadi, mana shu yerda. Keyin pastga tushasizlar. Extensions degan joy bor, o'shani bosasizlar. Keyin live server bor. Menda bu o'rnatilgan, sizlarda ham shunaqa chiqadi. Mana shuni bosasizlar. Menda hozir o'rnatilgani uchun shunaqa ko'rinyapti. Sizlar o'sha mana shu natija chiqqandan keyin bosasizlar. Install degan joyi bor. Installni bosasizlar. Keyin mana pastda ko'rinib turadi. Go live degan. Mana hozir Go Live ko'rmaydi. Go Live yopib ketganman-da. Shuning uchun men anaqa foydalanaman. Hop. Mana salom eshitmaydi. Natijasi. Hop. Bitta narsa bor. H1 mana shu H1 qayerdan paydo bo'lyapti? Bu HTML tomonidan yaratilgan narsa. Bundan ko'pi bor. Hop. H2 bor. H2 bor. H3 ham bor. H6 gacha bor. Eng kattasi, eng katta H'lardan mana shu eng katta tekst mana shu H1. H1 deyiladi. Hop mana. Salom, eshitmay qilamiz bunga. Hozir ko'rasizlar, mana eng katta tekst bu mana. Kichkina tekst. Bunga qaraganda. Hop, bu ochilib ketdi. Hop. Mana H3 ga ham salom eshitmay qilsangiz kichiklashadi bu ham. Mana. Ko'rasizlar, kichiklashib ketaveradi. Buni limiti bor, H6 gacha bor buni. Mana hammasini yozib chiqamiz. H4. Mana H4. Hop, mana H4. H4 ichiga salom. Eshitmayapti. Mana. Hop, yana buni Shift Alt F bossa yana tushadi. H5. Hop. Mana buni o'zgartirib qo'yamiz H5 ga. Mana kichilashib ketaveradi. Mana eng oxirgisi bu mana H6 salom eshitmayapti. Yo'q. Eshitmayapti mana. Eng kichkinasi. Buni qaranglar, pastga ketaverishda emas gap. Mana H6 ni H1 qilaman. Mana H1. H1. Mana ko'rasizlar? Mana eng oxirgi mana H6 ni ham H1 ga o'zgartirib qo'ysanglar, kichik bo'lmaydi. H1 chunki bu. Shunga qaraladi bu. Hop, title bu sarlavha. Mana. Mana bitta ko'rasizlar, mana HTML ni o'rganish turibdi. Mana HTML ni o'rganish. HTML o'rganish. Hop, HTML da o'zi nimalar qilsa bo'ladi? Aytdim men sizlarga shuni. Hop, mana mashina yasashga bo'ladi. Hop, rasmlar qo'yadi, tugmalar yaratadi. Bularni hop, biz matnni ko'rdik endi. Endi keyingi dars rasmlarni qo'yishni o'rganamiz. Hop, bitta tekst qolib ketdi. U eng kichkina tekst, u paragraf degan tekst mana. Paragraf. Hop, masalan nimadir yozamiz. Ko'p yozish kerak nimadir, lekin biz qiynalib yozib o'tirmaymiz. Lorem nechta so'z yozib berish kerak? Mana 103 ta. Sen mana 103 ta yozib beradi bizga. Mana yana Lorem 10 qiladigan bo'lsa 10 ta so'z. Bular bitta o'chirmaysizlar. Ctrl Z ni bossanglar, mana Lorem 10 ga qaytarib beradi o'zi yozayotganingizga. Xo'p, keyingi dars biz rasmlar qo'yishni o'rganamiz. Keyingi dars men crossword kanal ochaman, Telegram kanal ochaman, hali ochganim yo'q. Kirasizlar. Kirganingizdan keyin men HTML tugatganimizdan keyin bitta PDF bor, men yasab qo'yganman. O'shandan ko'rib, crossword bor. O'shani ishlaysizlar, deydi, ichkariga tashlaysizlar.
Man to'g'rimi, noto'g'rimi qilib beraman.